Ushbu darsimizda biz props drillingni qanday ishlashini ko'rib chiqamiz yana bir bor, ya'ni komponentlarning otasidan turib child komponentga props orqali ma'lumotlarni uzatish qanday muammolarga sabab bo'lishini birgalikda qisqacha tushuntirish orqali ko'rib o'tamiz. Birinchi navbatda siz GitHub akkauntimga kirib olasiz va bu akkauntimda siz repozitoriyalar bo'limida React Contextni topasiz va mana shu React Context bizni aynan barcha darslarimizni o'z ichiga oladi. Bu yerdan dars raqamini yozgan holatda aytaylik, mana ikkinchi dars kirib, ikkinchi darsga oid kodlarni mana shu yerdan yuklab olishingiz zip ko'rinishida yoki bo'lmasam ichiga kirib, kerakli qismlarini nusxalab olishingiz mumkin. Demak, biz VS Code'ga qaytamiz. VS Code'da biz ikkinchi dars nomli papkani ochib olganmiz. Bu yerda esa vid orqali Reactni o'rnatamiz. Buning uchun npm create vid deb buyruq beramiz. Bu yerda /, ya'ni aynan ikkinchi dars nomi qolishini xohlayman. Agar dars nomida probel, katta harflar ishtirok etmagan bo'lsa, bu muammosiz davom etadi. Agar davom etmayotgan bo'lsa, demak bilingki, papkaning nomida ochilishida xatolik mavjud. Reactga kiramiz. Ko'pchilik mana shu narsa pastga tushib qolgan bo'ladi va React topolmay qoladi. Bu yerda scroll qilishi yoki bo'lmasam kattaroq ochib olishi kerak. Reactga o'tamiz va JavaScriptga kirib, bu yerda kerakli boshlang'ich papkalarni yasab olamiz. Ana undan so'ng npm install qilib node modulesni olib kelamiz. Bu olib kelguncha biz extensionlar bilan tanishtirib o'taman sizni. Birinchi kerakli extensionimiz bu all autocomplete. Aynan class yoki shunga o'xshash nimadir yozayotganingizda uni sizga tavsiya qilishi ancha osonlashadi. Auto close, autocomplete va auto rename taglar bilan ishlashda bizga juda ham qo'l keladi. ES7 React Redux React Native Snippet esa komponentlar ochishda, avtomatik ochishda yordam beradi. Undan tashqari bizda Material Icon bor. Buni o'rnatganingizdan so'ng sizda ikonlar xuddi mendagidek ochiladi va bu juda ham qulay. Va Prettier Code Formatter. Kodlarni yozib bo'lganimizdan so'ng saqlaganimizda kodlarimizni chiroyli bir formatga, tartibga keltirib beradi. Agar xatolik bo'lsa, mana bu yerdagi Prettier qizarib qoladi. Bu Prettier shunchaki ishlamaydi, biroz nastroyka qilishimiz kerak. Buning uchun settingga o'taman. Bu yerdan formatter deb yozaman va bizda default formatter kelib chiqadi va bu default formatterda biz Prettierni tanlab qo'yasiz. PHP yoki boshqa narsani emas. Prettier code formatterini tanlab qo'yasiz. Va biroz pastroqqa tushadigan bo'lsangiz, bu yerda format on save bor, shuni ham yoqib qo'yasiz. Bundan tashqari yana VS Code'ga oid word wrap bor. Ma'lumotlar, ya'ni kodlar uzun bir qator bo'lib ketmasligi uchun word wrapni mana shu yerdan on qilib qo'yishimiz kerak. Shunda u tagma-tag chiroyli bo'lib bizga tushunarli holatga keladi. Kerakli qismlarni bajarib oldik. Ana endi fayllarga qaytsak ham bo'ladi. Bizga mana bu yerdagi assets fayli kerak emas. Buni o'chirib yuboraman. Undan tashqari mana shu app CSS ni ichidagi ushbu CSS va index CSS dagi ushbu CSS ham bizga kerak emas. Bularni biz mana bu yerdan olamiz. Misol uchun source ga kiraman, ikkinchi dars papkasida va app CSS ga kirib, birinchi app CSS ni mana bu yerdan nusxalab olishim mumkin. Kopiya bo'ldi va app CSS ga kirib buni joylayman, saqlayman. Index CSS ga o'tamizda, index CSS ga kirib mana bu yerdan buni ham nusxalab bu yerga olib kelib qo'yamiz. Unchalik ham boshimizni og'ritmaymiz, sababi bu CSS darslari emas, bu context, ya'ni React darslari hisoblanadi. Endi bu ikkalasidan chiqib ketaman. Bunga yana qaytamiz hali. app.jsx ga o'tamiz va app.jsx da bizga mana bu logolar va pastdagi ma'lum bir kodlar kerak bo'lmaydi. Shuning uchun keling, men return ichidagi barcha narsani o'chirib, bu yerga div app klassiga ega deb yozib qo'yaman. Mana bu app CSS ga kiradigan bo'lsak, bizda app component 1, component 2 va component 3 klasslari bor va ularga berilgan stillarni mana ko'rib turibsiz, juda ham oddiy va bir xil. Endi biz aynan 3 ta komponent yasab olamiz. Demak, components papkasida 3 ta komponent yasaymiz. Component 1 va xuddi shu nom bilan faqat 2 bo'ladi keyingisi. Component 2 JSX va component 3.jsx bo'ladi. Va bularning ichi to'lmagan React Functional Component Expert aynan mana bu yerdagi bizi mana bu extensionimiz orqali yasalayotgan narsa. React Functional Component Expert qilganimizdan so'ng birinchisini tanlaymiz va bizda mana shu holat yuzaga keladi. Buni esa o'chiramiz, kerak emas. React Functional Component Expert buni ham o'chirib saqlaymiz. React Functional Component Expert buni ham o'chirib
saqlaymiz. 3 ta komponent tayyor. Va biz birinchi navbatda app.js ichida keling h2 da app deb yozamiz va bunga birinchi navbatda komponent 1 ni import qilamiz. Demak, komponent 1 import bo'ladi. Mana tepada after import bo'ldi. Agar after import bo'lmasa, siz o'zingiz mana shu passni berib olib kelishingiz mumkin va komponent 1 ichida endi biz bu yerda yana h2 ga komponent 1 2 ni import qilamiz. 2 import bo'ladi. Komponent 2 ichida esa biz komponent 3 ni import qilamiz. Demak, bu yerda komponent 3 import bo'ladi. Va komponent 3 da shunchaki komponent 3 ni yozuvini o'zi bo'ladi xolos hozircha. Keling, qaytarib o'taman. Bizda app komponent ichiga komponent 1, komponent 1 ichiga esa komponent 2, komponent 2 ichiga esa komponent 3 va komponent 3 ichida shunchaki o'zini yozuvi bor xolos. Ana endi loyihani ishga tushirishimiz kerak. Bu yerni clear qilib npm run dev qilaman va bizda localhost buni yopib qo'ysak ham bo'ladi. Brauzerga o'tamiz va ushbu localhostni ishga tushiramiz. Biz bu yerda mana bu ko'rinishda biroz yaqinlashtirib oladigan bo'lsak, okey, mana shu holat yuzaga keldi. Har bir komponentda o'zini klass bo'ladi. Komponent 1 va xuddi shu klass 2 va 3 kabi qolganlarda ham bo'ladi. Va 3 ko'rinishida. Va buni berganimizdan so'ng e'tibor bering, app, uni farzandi komponent 1, uni farzandi komponent 2 va uni farzandi komponent 3. Mana shu kabi shajarani ko'rishimiz mumkin. Ya'ni app ichida komponent 1, uni ichida komponent 2 va uni ichida komponent 3. Ana endi biz app komponent ichidagi mana shu countni komponent 3 da ishlatmoqchimiz. Bizda props drilling, ya'ni state'dagi, ya'ni appdagi state'ni ma'lumotini, ya'ni state'ga saqlangan ma'lumotni 3 ga jo'natish uchun bitta yo'limiz bor, props yo'limiz bor. Count deb, bu yerda ham count deb, xuddi shu narsani endi komponent 1 ga olib o'tamiz. Count va xuddi buni esa komponent 2 ga olib o'tamiz. Count. Va endi komponent 2 dagi props ga yana count beramiz va komponent 3 ga ham yana endi count beramiz. Mana shu ko'rinishda. Va komponent 3 ga o'tib, buni yana mana bu yerdan props orqali olamiz. Va bu yerda esa keling h2 da count deb yozib qo'yaman. Okey, va natijani ko'radigan bo'lsak, appdagi ma'lumot 0 mana shu 3-komponentga yetib keldi. Va yetib kelish jarayonida e'tibor beradigan bo'lsangiz, biz komponentga props qilib countni beryapmiz. Bu props qilib ma'lumotni olib, keyin bunga uzatyapti, ya'ni komponent 2 ga. Komponent 2 ma'lumotni olib turib komponent 3 ga jo'natyapti. Komponent 3 esa ushbu ma'lumotni props qilib olib, o'zida ishlatyapti. Bitta appdagi ma'lumot mana shuncha yo'lni bosib o'tdi va biz ishlatayotgan joyimiz komponent 3 bo'lishiga qaramasdan 2 va 1 buni uzatish ko'prigi vazifasini bajaryapti. Bu to'g'ridan to'g'ri komponent 3 ga ma'lumot berolmaydi. Bu o'zini farzandiga, u esa o'zini farzandiga, u esa o'zini farzandiga ma'lumot berishi kerak bo'ladi va aynan mana shu narsa bizda props drilling holatini yuzaga keltirmoqda. Va bu o'ziga yarasha muammo. Nima sababdan muammo? Aytaylik, biz aynan komponent 3 da turgan holatda appdagi mana shu countni qiymatini o'zgartirmoqchimiz. Bu yerdagi state'ni ma'lumotni o'zgartirish uchun bitta yo'limiz bor. Bu bizda set count funksiyasini komponent 3 ga berib yuborish. Ko'rib bilib turganingizdek, yana xuddi shu yo'l davom etadi. Ya'ni komponent 1 ga set countni berib yuboramiz. U mana bu yerdan set countni oladi va biz yana set countni mana bu yerdan props qilib berib yuboramiz. U esa 2 ga props bo'lib o'tadi. 2 dan esa yana props bo'lib komponent 3 ga va ana endi komponent 3 ichida biz bemalol aynan mana shu set countni ishlatishimiz mumkin. Uni ishlatish uchun esa biz bu yerda div ochamiz va bu div ichida ikkita button bo'lsin. Xo'p, bittasi increment yoki bo'lmasa shunchaki plus qilib qo'ysak ham va minus qilib qo'ysak ham bo'ladi va shu ikkala button bosilganida mana bu o'zgarishi kerak. Buning uchun biz set countni uzoqdan olib keldik. Endi esa on click. Hop, minus bo'lishi uchun biz bu yerda arrow function ochamiz. Agarda set countni yozadigan bo'lsak, u avtomatik ishlab ketmaydi va set count bizda aynan count minus 1 ga teng bo'ladi. Okey. Va bu yerda esa u
ko'payishi kerak bo'ladi. Xuddi shu kod, faqat bizda u ko'payishi kerak. Ya'ni plyus bo'lishi kerak. Endi ishlatib ko'ramiz. Bizda plyusni bosganimizda ko'payyapti, minusni bosganimizda esa kamayyapti. Agar minusga o'tib ketishni xohlamasak, biz unda mana bu yerda count katta bo'lsa 0 dan deb buyruq beramiz. Shunda u ayrilishi mumkin. Demak, endi refresh ko'payyapti, kamayyapti va 0 da to'xtayapti. Sababi biz mana bu yerda 0 ga teng yoki 0 dan kichkina bo'lsa ishlamasin deb buyruq berib qo'yganmiz. Ayrilish buyrug'i qachonki 0 dan katta bo'lganda ishlaydi. Uchinchi komponent appdagi ma'lumotni o'zgartirish uchun yana 1 va 2 ni ovora qilyapti, chunki bular umuman bu ma'lumotdan foydalangani yo'q, mana shu ma'lumotlardan. Shunchaki o'zini farzandlariga berib yuborish uchun mana shu uzoq yo'lni bosib o'tishmoqda. Va bu bizda o'ziga yarasha muammo, aynan props drilling muammosi hisoblanadi. Biz ana endi keyingi darsda buni use context orqali, ya'ni Reactning context API orqali hal qilamiz. Umumiy yana bir marta aytib o'taman, bizda aynan mana shu app bor edi va biz bu appdagi countdagi ma'lumotni, mana shu countdagi ma'lumotni 3-komponentga berish uchun biz uni birinchidan esa ikkinchiga, ikkinchidan esa 3-komponentga uzatdik. Va mana shu holat yuzaga keldi. Endi aytishingiz mumkin, to'g'ridan-to'g'ri appni mana shu appga komponent 3 ni olib kelsak bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. Odatda o'sha kattaroq loyihalarda bu imkonsiz bo'lib qoladi. Juda ham ichkaridagi bir komponentga ma'lumot uzatish ancha imkonsiz bo'ladi. Buni otasiga chaqirish bu umuman noto'g'ri hisoblanadi. Shuning uchun biz aynan kontekst yordamidan foydalanamiz keyingi darslikda. Siz ushbu kodlarni o'zingiz yozib ko'ring, o'zingiz ham bir his qilib ko'ring, qanchalik bu murakkab bo'lishini va keyingi darsda kontekst orqali qanday hal bo'lishini ko'rib olasiz. Keyingi darsda ko'rishguncha.